Andijon viloyatining Baliqchi tumanidagi Farovon mahallasida yillar davomida ichimlik suvi muammosi bor edi. Ilgari ta'minotdagi uzilishlar sabab ayrim oilalar uning tanqisligidan qiynalgan. Tizimda amalga oshirilgan ishlardan so'ng mahalladagi 3000 nafardan ortiq aholi barqaror ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Manzildan muxbirimiz xabar beradi. Oldin ichimlik suvlarida rosa ko'p muammolar bo'lardi. Kranlar ham yo'q edi, ariqlardan, kanallardan toshib ichardik. Endi hozir hurmatli prezidentimiz hamma sharoitlarda yaxshi qilib, sharoitlar qilib beryapti. Baliqchi tumanining eng chekka hududlaridan biri sanalgan Farovon mahallasida uzoq yillar davomida aholini qiynab kelgan masalalardan biri bu ichimlik suvi ta'minoti edi. Ayrim xonadonlarda suvning uzilishi, ba'zi hududlarda esa markazlashgan tarmoqlarning imkoniyatlarining cheklangani aholi uchun qator noqulayliklarni keltirib chiqargan. Bugun esa bu muammoga barham berildi. Hozirda 3000 nafardan ortiq aholi uzluksiz ichimlik suvidan bahramand bo'lmoqda. Eng muhimi, yillar davomida aholini qiynab kelgan suv muammosining hal etilishi natijasida mahallada aholi turmush sharoiti yanada yaxshilandi. Hozir mahallamizda 100% suv bilan ta'minlangan. Aholining uylariga ichimlik suvlari kiritilgan. Shunday farovon hayotda yashayapmiz. Prezidentimizga rahmat. Bugun Farovon mahallasida har bir xonadon toza va sifatli ichimlik suv bilan ta'minlangan. Bu esa aholi turmush farovonligini oshirish yo'lidagi amaliy ishlarning samarasidir. Dilfuz Ahmedova, Doniyor Aliyev, Andijondan.